Yomon botdi, og'ir botdi, yorim o'zimni quvotdi. Adasi, O'ladi. shunda bolaga 2 soat qarab tura olmaysizmi? Imtihonimga borib keling. Ya, xotin, 2 soat san için nima bo'pti? 5 soat qarab turaman xohlasang, nima? Bolaga qarash shunchalik qiyinmi? Jasin toza. Bolam nima qilding? Qomadimi ishqilib boshqa? O rahmat, tabarruk sizniki, tabarruk. Qanaqa uxlataman buni? Tavba qildim. Nima qilishim? O'tirib turaymi ekan? Mana o. Bo'ldi. Uxladi, Xudoga shukr. Qorning ochdimi deyman, bolam? Sen yig'lasang o'sha qiynalgan kunlarim esimga tushib ketyapti. Ayang ham kiymadi hali. Bana yeysanmi, bolam? Ayyo, sen yeyolmaysan-ku. O'zim yeyman. Men keldim. Qayerdan yuribsan, Zulon? 2 soat bo'lyapti-ku. Uxladi, Xudoga shukr. Ya, o'zim uxlatardim-ku shu bolamni. Nimalar ko'tarib kelding? Magazinda mayda chudov oldim. Bolalarga ham taklif oldim, qolmagandi. Qanaqa taklif olding? Mono takliflari o'g'limizga lipochkalik, qizimizga trusikchaligidan. Agar siz mabodo olsangiz, mana shu premium klassdagi mono takliflardan oling. Sabab? Chunki shu taklifda bolamiz tinch uxlayapti, bezda bo'lmayapti kechasi. Ha, bo'ldi. Unda to'yni shundan olib kelaman, monodan. Qalay bugun o'zi qiynalmaydingizmi? Men nimaga qiynalaman? Men bolaga qarab qiynalaman. Tavba qil. Bir qattaga ketsang ham qiynalmayman. Bo'ldi, kakras ertaga ham qarab turasiz. Nimaga? Imtihonim bor. Bemalol boraver, faqat bolani olib ketasan.